Mana akamiz doğrusa haj safarlariga yo'lga chiqqan ekan. Akamiz yo'lda ko'rib qolib to'xtatdik mana. Buni bog'lasam bo'ladi. Boshqa bozor bor. Yo'q, yo'q, eski mashina bozori. Akamiz 4 kun bo'ldi ko'rgani harakat qildi. karta raqamlarini qo'yamiz. Aka, xudo xolasa qancha deydi borish? Endi Alloh nasib qilsa bir 6 oy mo'ljal bor. Chechenistonga borib olsak, Chechenistonda kelgan Ramzan aka bilan birga ketamiz. Ungacha mana shu O'zbekiston, Qozog'iston, Astraxan, Dagestan qilib borib olsak ham inshaalloh shuga borganda O'zbekiston nomidan qolaversa shu barcha shu dunyoda qancha mo'min musulmon bo'lsa payg'ambarimizni Saudiyaga borganda xudo xolasa ravzalariga kirib salomlarni yetkazib barcha ummatlar nomidan shu yerdan keyin payg'ambarimiz haqqiga shuni so'yib qurbonlik qilib kelish maqsad o'zi yo'lga chiqaman shu sababdan chiqdim. Inshaalloh ha. Shuning uchun yetalab ketyapman endi. Alloh xayrli qilsin. Ha aka, buni shu Rishtonlik Asror aka degan akadan oldim. Yozyovonni o'tganlar tuya sotadi-yu, tuya sut. Egasi ham aka ham erkak odam ekan, malades 20 millionga bitta odamni olib kelib o'zi baholab, o'zi ham mahkumlab, o'zini tuyasi-yu 20 million so'm baholashuvda kelgan uka dedi 10 million bering dedi, 10 millioni meniki dedi. Mena shu hisobni qo'shaydi, shu yarim puliga nima qildi? Akamiz harakat qilib böyle malades Akamiz Andijondan yo'lga chiqibdi mana. Bu yog'i Bo'z, bu yog'i Yozyovonni o'rtasiga yetib ketdi. Akamiz ko'rgisi kelganlar kelaverasizlar mana. Ehsoni borlar qilaveramiz. Karta raqamingizni aytib qo'ysangiz 3 kanalim bor. Alloh nasib qilsa 2 kanal yo'q. Karta raqam aka 62 62 56 00 90 24 50 47. Sodiqov Sh deb chiqadi. Xudo xolasa ehsoni borlar. Otish berdi bugun dollar. Tuyakash.1. Tuyakash.1 ha? Kichkina lotinchada tuyakash.1 qilsa ashinga karta raqamlarini ham qo'shib berdi. Keyin bemalol kuzatib o'tirsan, qayerga bordi. Hali istab yurmaydi. Xudo xolasa kuzga yetib borasizda inshaalloh. Alloh nasib Meni mana 4 oy 5 oyda mashg'ul ishda. Ilohim sog' salomat borib, sekin ketmasangiz yana bo'lmaydi. borgunizgacha sen berib katta bo'lib yana ham bo'ladi.